Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar so'radinglar, kommentdan aniqlanglar dedinglar. Biz mana keldik kommentdan aniqlagani. Komment yozganlar bor, o'sha imенно reklama posti tagiga. Qo'qonda blogerlar chiqarib qo'yishgan post tagiga yozilgan kommentlarning orasidan aniqlaymiz. O'sha maxsus dastur asosida biz shunday dasturga ishonib topshiramiz, o'zi kerakli komment ko'rsatadi. Qaysi videodan? O'sha birinchi chiqqan videoyimiz bor, Arom kachelilarni Qo'qonda blogerlar reklama qilib chiqarishgan video. Biz dasturga o'sha videoning linkini tashlaymiz. Dastur o'zi 7100 ta kommentariyning ichidan bitta kommentariyni shunday ko'rsatadi. O'sha kommentariyning egasiga kachadan taqdim qilamiz. Hop. Boshlovding Muhammadjon. Rasmoqir bundan bag'iga oshiga nima bor? Shubha bor. Hop, tushuntirib o'tamiz. O'sha videoga, reklama videosiga yozilgan kommentatorlarning orasidan bitta taxminiy случайно ishtirokchini tanlaymiz. O'sha ishtirokchimizga mini kashelamizni sovg'a qilamiz. Hop, buning uchun biz Muhammadjon ketaverdim. Dasturni ochib olamiz. Instagram comment picker dasturi. Hop, biz mana bitta g'olibni aniqlab olamiz. Buning uchun biz mana shu yerga mana linkni joylashtiramiz. Ana o'sha Instagram sahifamizga qo'yilgan videoning linki. Hop. Demak, g'olibni aniqlash tugmasini bosamiz. Mana videoning linki. G'olibni aniqlash tugmasini bosdik. 1 2 3 ketdi. Sayfamizga bostirib shu yerdan g'olibni linki chiqadi. Aniqlayapti. Yaqin 7200 ta kommentariy ichidan kim chiqdi? Ravshan va buni tekshirib ko'ramiz. Muhammadjon aniqlang. Ya'ni kim? Ravshanova nickdagi nima foydalanuvchimiz g'olib aniqlandimi? Kim g'olib bo'ldi degan kommentariyni yozganlar. Yo'q, kirilchada emas mana. Mana nima? Adreslar. Tekshirib ko'ring. Muhammadjon xudo yozdingiz. Hop. Alloh yarani uchun. Hammanglar ko'rdinglar? Yana mana bunday qilamiz, bosamiz. Muhammadjon to'xtang, qiynamang o'zingizni. Mana shuna foydalanuvchimiz. Hop, mana. Chunki bizga podpiska bo'lganda mana ko'rsatib o'tamiz. Bizga masalan обратно podpiska bo'lish taklif qilinyapti. Mana shu g'olibimiz bilan bog'lanamiz yana bir bor. O'tgan safar mana ko'rdinglar. Aniqlangan g'olib haligacha aloqaga chiqmadilar masalan. Bog'lanamiz. Masalan yetkazib topshirib bergan videolarimiz agar bog'lana olsak chiqarib beramiz videolarini. Yo'q, bizga podpiska bo'lganda bu aniq ko'rinib turibdi. Komment nimaga yozmaganlar? Mana yozgan kommentlari chiqib turibdi-yu, mana. Prosta ba'da rus tiliga tarjima qilinganligi uchun sayt, hozir men sizga ko'rsataman. Kommentlarni rus tilida ko'rsatilyapti. Agar qaraydigan bo'lsangiz,
G'olib aniqlandimi? Kim yutdi degan o'zbek tilida kommentariy qoldirganlar. Prosta biz saytda o'zimizga udobniy bo'lish uchun ingliz tilidan rus tiliga o'girib oldik. Ana yozgan kommentlari foydalanuvchilar qani Muhammadjon? Kommentga yozilgan kommentlari. Qani? Mana g'olib aniqlandimi? Kim yutdi? Mana yozgan kommentlari. 5 kun oldin yozgan ekanlar. Mana qolganlari ham ko'rsatsangiz, mana shuncha kommentlarning ichidan 7200 ta komment ichidan aniqlab olingan komment. Bugun aloqa chiqamiz, yozamiz. Bo'ldi, biz g'olibimiz bilan aloqaga chiqamiz. Nimasini, natijasini albatta istoriyaga post qilib turib qoldiramiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Aytib o'tganimizdek, bunaqa konkurslarimiz faqat boshlanishi. Bundan buyog'iga biz kanalni rivojlantirish uchun, ishlab chiqarishimizni rivojlantirish uchun har xil konkurslar o'tkazishga biz harakat qilamiz. Sog'liqli konkurslar albatta. Albatta bundan keyin davom eting. Albatta siz g'olibimizga aylanasiz. Hammani e'tibori uchun rahmat. Vaqtinglarni ayamasdan bizni kuzatganingiz uchun. Bor yangiliklarni sizlarga uzatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.